21 misolning yechimida esa o'zi g'altak energiyasining formulasi omega barobar L kvadrat taqsim 2 yoki mana bu I kvadratni yo'yadigan bo'lsak L ko'paygan I taqsim 2 bo'ladi. Bu yerda L ko'paygan I o'zi oqimga teng, ya'ni phi ko'paygan I taqsim 2 deyishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu demak bitta o'ram uchun. Bitta o'ram energiyasini topaylik, nechaga teng ekan o'zi aslida. Phi ni 30 deyapti, endi esa 1,6 deyapti. Bu 24 joule bo'lar ekan. Endi energiyani 240 joule qilishimiz uchun o'ramlar sonini 10 marta oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni B javobga to'g'ri kelib qolar ekan. 22-savolda esa berilgan ma'lumotlardan foydalanib deyapti. I1 plus I2 taqsim 2 nisbatini toping deyapti. Bu yerda B natijaviy magnit maydon energiyasi. Biz bilamizki, mana bu X degani tok bizardan, demak, test, mana bu varaq tekstiga kiruvchi. Kiruvchi bo'ladigan bo'lsa, uning magnit maydon energiyasi, demak, aylana bo'ylab, demak, soat strielkasi bo'yicha aylanadi uning induksiyasi. Soat strielkasi bo'yicha aylanadi va bu yerda buning induksiyasi vertikal pastga qaragan ikkita katak bo'ladi mana bu. Ya'ni mana bu natijaviy induksiyaning mana bu proyeksiyasi bo'ladi, mana shu proyeksiyasi. Ikkinchi proyeksiyasi, ya'ni mana bu proyeksiyasi esa mana bu tokniki, ya'ni buniki ham x bo'lgani uchun buniki ham qanaqa bo'ladi? Soat strielkasi bo'yicha. Aylantiradigan bo'lsak, buni induksiyasi ham, demak, shunaqa aylantiradigan bo'lsak, xullas kalom, mana bu tokning induksiyasi mana bu ikkita katak bo'lar ekan, bu tokning induksiyasi esa mana bu kataklar bo'lar ekan. Har biri uchun yozib olamiz endi. Demak, I1 tokniki ikkita katak bo'lgani uchun yozamiz. 2 barobar mu 0 I1 taqsim 2pi ko'paygan R. R nechta katak bu yerda? Ya'ni tokdan nuqtagacha bo'lgan masofa nechta katak? 4 ta katak ekan. Demak, o R ning o'rniga 4 yozaman. Endi esa E2 tokning induksiyasi nechta katak? 5 ta katak. Uchun 5 barobar mu 0 E2 taqsim 2pi ko'paygan R. Masofa qancha masofa? 2, 3, 4, 5, 6 ta katak ekan. Demak, 6 yozamiz. Endi esa ikkalasini bo'lib o'ramiz. Ikkalasini nisbatlab oladigan bo'lsak, ya'ni sistemani nisbatlab oladigan bo'lsak, 2 taqsim 5 teng bo'lar ekan. Bular hammasi qisqarib ketadi. 6 yuqoriga, 4 esa pastga tushadi. Keyin qisqartiradigan bo'lsak, 6 bilan 4 qisqartirsak, 3 taqsim 2, E1 taqsim 2 kelib chiqar ekan. Shu yerda bizga E1 taqsim E2 nimaga teng bo'lar ekan? E1 taqsim E2 nisbatimiz 4 taqsim 15 ga teng bo'lar ekan. Bizdan esa E1 plus E2 taqsim E2 so'ralgan. E1 plus E2 taqsim E2 miz nimaga teng? E1 taqsim E2 qo'shilgan 1 ga teng. Ya'ni E1 taqsim E2 4 taqsim 5 ku. 4 taqsim 5 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, 19 taqsim 15 degan javob kelib chiqadi. Ya'ni bu C javobga to'g'ri kelib qolar ekan. 23-savolda esa, demak, rasmdan foydalangan holda A nuqtadagi umumiy magnit maydon induksiyasi vektori C nuqtadagi umumiy magnit maydon induksiyasi vektoriga nisbatini toping deyapti. Xo'p, demak, bu yerda A nuqtadagi umumiy magnit maydon induksiyasi yo'nalishini topishimiz kerak bo'ladi. Keyin esa C nuqtadagini. Shu yerda B taqsim B ni topishimiz kerak ekan. B taqsim B ni. B emas, ya'ni C nuqtadagi natijaviy induksiya. Eng avval, demak, mana bu yaqinroq ekan, bu x bo'lgani uchun buni soat strielkasi bo'yicha aylantiramiz. Soat strielkasi bo'yicha aylantiradigan bo'lsak, C nuqtadagi induksiya yuqoriga yo'nalib qolar ekan. Buniki esa,
Bu nuqta bo'lgani uchun buni soat silkasiga qarama-qarshilantiramiz. Soat silkasiga qarama-qarshilantirsak, buniki ham S nuqtadagi yuqoriga olib qo'yar ekan. Endi esa bunikini hisoblab olamiz. Buni ham soat silkasi bo'yicha aylantiradigan bo'lsak, buniki qayoqqa bo'lib qolar ekan? Pastga bo'lib qolar ekan. Demak, bu ikkalasinikini qo'shib, bunikini nima qilar ekanmiz? Ayirar ekanmiz natijaviy B sini topishimiz uchun. B esa barobar demak, mu nollarni yozib o'tirmaymiz. Baribir qisqarib ketadi oxirida. Mu nollar yozib o'tiramiz. Demak, birinchisi I1. I1 ning o'rniga nima yozamiz? I yozamiz. Mu nol I taqsim 2pi ko'paygan nechta katak? 1, 2, 3 ta katak. Shunga qo'shaman. Bu ham I tok, bu ham 3 ta katak. Demak, qo'shaman mu nol I taqsim 2pi R ni. Natijadan ayiraman qaysini? 2 I tokniki nechta katak ekan S nuqtagacha? 3, 6, 9 ta katak ekan. Demak, bunga 2i taqsim 9 deb yozish kerak bo'ladi. 2i taqsim 9. Endi bularga makhraj beraman. Bunga 3i taqsim 9, 3i taqsim 9, 6i taqsim 9. 6i taqsim 9 dan 2i taqsim 9 ni ayiradigan bo'lsak, 4i taqsim 9 bo'lar ekan demak. Endi esa BA, ya'ni A nuqtadagi umumiy induksiyani topib olamiz. Xo'p, demak, bu tokniki soat silkasi bo'yicha aylantirsak pastga, bu tokniki soat silkasiga qarama-qarshilantiradigan bo'lsak pastga, bu tokniki esa soat silkasi bo'yicha aylantiradigan bo'lsak buniki yuqoriga ekan demak. Bu ikkalasini qo'shib BA barobar mu nol I taqsim 2pi R qo'shilgan, mana buniki qo'shamiz demak. Mu nol I taqsim 2pi R ayiramiz demak bunikini. Mu nol I taqsim 2pi ko'paygan 9 ta katak. Demak, makhraj beramiz. Mana bu 2i taqsim 3 ga I taqsim 3 ni qo'shsak o'zi I ni beradi. I dan I taqsim 9 bersak 8i taqsim 9 ni beradi. Endi BS taqsim BA. BS ni, ya'ni 4i taqsim 9 ni 8i taqsim 9 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 1 taqsim 2 degan javobni beradi. Ya'ni bu 0.5 ga to'g'ri kelib qolar ekan. Endi 24-savolga o'tamiz. 24-savolda rasmda tasvirlangan zarrachaning magnit maydonidagi harakati tasvirlangan. Musbat zaryadli zarrachaning maydonda harakatlanish vaqti T1, manfiyniki esa T2 bo'lsa, ifodani toping deyapti. O'zi avval keling keltirib chiqaraylik. mv kvadrat taqsim r nimaga teng edi? B qo v ga teng edi. Shu yerdan v ni topadigan bo'lsak, mana bitta v bilan bitta v kvart qisqarib ketadi. Natijada v teng bo'ladi b qo r taqsim m ga. Shu yerda endi davr keltirib chiqaramiz, ya'ni aylanish davri. 2pr taqsim v ga qo'yadigan bo'lsak, 2pr taqsim v ga v ning o'rniga nimani? b qo r taqsim m ni qo'yamiz. Shunda rlar qisqarib ketib 2pm taqsim b qo degan formula kelib chiqar ekan. Endi faqat bu formula butun bir aylanma uchun. Mana bu esa misol uchun o'sha aylanish davrining necha qismi? 4 dan 1. Bu esa aylanish davrining yarmi. Savolda aytayapti, harakat tasvirlangan. Bunda musbat zaryadli zarrachaning maydonda harakatlanish vaqti T1. Musbatniki T1 ekan, mana bu T1. Mana bu T1 nimaga teng? Mana bu T1. T1imiz 2pi ko'paygan m taqsim b qo bo'ladi. Ammo